Assalomu alaykum aziz obunachilar, azizlar. Sizlarga bir anchadan beri kerakli video qilamiz deb yurdik. Xudo xolasa bugun mana seximizda yasalaydigan profillardan qisqacha showroom qilib sizlarga narxlarni tanishtirib o'tmoqdamiz. Bu yerda hozir har xil svetlarda va har xil profillarimiz mavjud. Qo'limizdan kelgancha hozir sizlarga yaqin qisqa qilib lo'nda tushuntirib berib o'tamiz. Qo'limda turgan birinchidagi oq alyumin aqua profilimiz deraza romlarimiz uchun 1 metr kvadratda azizlar akfani o'zida bo'ladigan bo'lsa 700 ming so'mdan, o'rtacharoq profillarimizdan bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mdan, arzonroqlari 550-500 ming so'mgacha chiqadi. Eshiklarimiz uchun esa 800-900 ming so'mdan 1 metr kvadratlar chiqadi. Oq svetimiz azizlar hech qachon modadan qolmaydi, chunki deganda har qanday fasadimizga tushib ketadi, bemalol yillar davomida ham o'zgarmaydigan svet hisoblanadi. Zolotoy dub O'zbekiston bo'yicha eng ko'p qo'yiladigan rangli profil aynan mana shu zolotoy dub svet hisoblanadi. Bularimizni 1 metr kvadratini deraza romlarimiz uchun 800 ming so'mdan, eshiklarimiz uchun 900 ming so'mdan xarid qilib olishingiz mumkin alyumin profillarimizda. Davom etamiz. Yaqin yillarda ommalashib ketgan, trendga chiqqan antrasit mokroskop svetlarimiz. Bularimiz esa 1 metr kvadrat, masalan, Akfa'ni o'zidan bo'ladigan bo'lsa, bular o'rtacharoq firmalarimiz. Bu Akfa'ni o'zi brend firma. Derazalarimizdagi 1 metr kvadrat 800 ming so'mdan, eshiklarimiz esa 900 ming so'mdan chiqadi alyumin profillaridan. Agar eshiklarimizga 11 lik balkon profil bor azizlar, ko'rishingiz mumkin. Mana bu 8 lik bo'lsa, bu 11 lik. Hozirda pashti 90% eshikimiz mana shundan yasalyapti. Chunki deganda ham qalinligi, ham enliligi tufayli eshigingiz ancha mustahkam bo'ladi. Va plus bizlar obunachilarimiz uchun oshib-moshlarni 5 tadan 10 ta qo'yib beryapmiz. Halichada bunday qo'yilmagan. Har qanday eshigingizga borib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Qulf kaliti ham kattasidan bo'ladi. Bularimiz 1 metr kvadrati, bir qavat oynaligi 1 million 400 ming so'mdan, ikki qavat oynaligi 1,5 million so'mdan Akfa'ni o'zida chiqadi. Agar o'rtacharoq firmalar bo'ladigan bo'lsa, yana ham hamyonbop narxlarga shunaqa tushiradi. Svetlari oq, zolotoy, antrasit, dubmoka svetlarida bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Balkon profillarimiz ancha mustahkam. Bu alyumin холодный seriyalar. Endi azizlar, deraza romlarimiz uchun issiq seriyalarga o'tamiz. Plastmassa Alta Plus 6000 seriyaliklarimiz sariq etib ketgandi. 4 kamera qalinlari, xo'p, qalinligi 6 sm bo'ladi. Deraza romlarimiz 1 metr kvadrati 600 ming so'mdan chiqadi azizlar. Ichlariga metallar hammasiga solinadi. Ikki qavat oyna bo'ladi. Mana bu tomonda ko'rishingiz mumkin ikki qavat oynalarimizni. Chesta qilib ichlari artilgan, germetikalar hamma yo'g'iga idealni qilib teshik qoldirilmasdan chiroyli qilib sitilgan, ham terlamasi uchun dorilar solingan. 100% terlamasiga kafolat bilan qo'yib beramiz. Shu e'tibor qilishingizni so'raymiz. Va Aqua Plus 6000 seriyalarimiz mana bu tomonda, bu qo'limdagi Aqua Plus, bu Alta Plus. Ikkalasi yonma-yon bo'lganda laminatsiyasida farqi bor. Bunimiz sal yorqinroq ko'rinadi Aqua Pluslarimiz. Bularimiz 6000 seriyaligi 1 million 100 ming so'mdan chiqadi. Agarda eng mustahkam variantlardan hisoblatmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun premium klassdagi 7000 seriyalar tavsiya qilamiz. Qalinligi 7 sm, bundan 1 sm ga qalinroq va ichki kameralari ham 1 kameraga ziyod. Bu 5 kameralik penta profil hisoblanadi. Bularimiz kvadrati 1 million 300 ming so'mdan boshlanadi azizlar. Metallar 1.2 lik metal solinadi. Qalinlari ham ancha mustahkam hisoblanadi. Rezinlari ham qalinlari juda ham talshnasi, katta rezindan bo'ladi. Bemalol aloqa qilsangiz akalar, kelishilgan hollarda sifatli qilib yasab beramiz. Mana bu teraskalarimiz ham mana bu zolotoy dub svetda bo'lyapti. Samarqand shaharchasiga 5,5 metrga 170 razmerdagi balkonga 3-etajga xudo xolasa bugun ustanovka bo'ladi. Mahli ob'yomlarga yana ham kelishilgan hollarda chiroyli qilib beramiz. Aziz obunachilar, like va obuna bo'lib qo'ysangiz obunachilarimizga xohlasangiz podagonlik, xohlasangiz pashtasetka, xohlasangiz forchkalarni mutlaqo tekinga qilib beramiz. Kimga mana shunday eshikroq xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqingizlar. Nomerlarimiz yozib qoldirilgan. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om bozorida. Kimga mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol qo'shib ko'rasizlar.